Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga kelganmiz. Ko'rib turgan drabilkani hozir to'liq ma'lumotni sizlarga beraman. Videoni boshidan bitta like bosing. Aka bitta yoqing aka. Yoqing. Ana do'stlar. Uy! Do'stlar ko'ryapsizlarmi? Bu qaranglar. Qaranglar do'stlar. Ko'rdinglar endi? Bu qarang. Do'stlar ko'rib turgan narsalar drabilka bo'ladi. Aylanishdan bitta oling aka, aylanishni ham qarang. Do'stlar qaranglar, biz hozir sizlarga aytib o'tib ketdik. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga kelganmiz. Ko'rib turgan drabilkalar akula degan drabilka bo'ladi. Sizlarga boshidan aytaman, O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmati bor. Videoda boshidan hozir kunlar istida oldinlarga bitta chiroyli bitta adrenalin nima flash nima bitta ochib, o'tirib telefonni qo'yib, xotirjam ko'radigan video bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Ko'pchilik bu drabilkalarni ko'rgan, lekin ishlatib ko'rmagan. Bir xillar ikkilanadi. Bir xillar qanaqa ekan, nimaga unaqa ekan, bunaqa ekan deydi. O'shaning uchun sizlarga aytyapman. Hozir ma'lumotini inidan xullas har bitta bo'ltlargacha xudo xohlasa sizlarga ma'lumot qilib beraman. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum Bir assalom. 2 minut vaqtingiz, 2 minut, 5 minut vaqtingizni olaman aka. Qarang aka, bu drabilkalarimizga aka necha yil garantiya berasiz aka? Xo'p, boshdan oyoq temiriga 1,5 yil garantiya beraman. Motoriga 1 oy garantiya beraman. Bizga o'zi motoriga garantiya bermaydi. Biz vagonda olamiz, konteynerda olamiz. To'ppa-to'g'ri. Aka, men bitta joylagan, borganman. Haqiqatan bu motorga garantiya berishmagan bitta joylar aka. Siz hozir 1 oy garantiya motoriga. Shu boshdan oyoqgacha 1,5 yil garantiya. Keyin bu qozonlari ham 6 likda bo'lgan. Qalin. Bitta urib ko'rsatsa bo'ladimi aka? Chuvaldada urib bukib yuborsa, agar drabilkani olib borganda, bepulga tashab kelishaveradi. Bo'ldi. Qani hozir bitta qozonchamiz bormi birorta? Meni urib ko'rsatib bersa bo'ladimi aka? Olib keling-da mana Diyorbek. Ya uni bas mana uraylik. Ha, bu yangi bo'layotgan. Yangi bo'layotgan. Mana buni uraylik. Mana shunaqa 6 likda bo'ladi. Aka, qattiq uraverib, ishga xizolat bo'lib qolmaysiz. Bukib yuboring qo'lingizdan kelsa. Bor kuchingiz bilan uring. Do'stlar, qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, bu qaranglar. Haqiqatan baquvvatligi baquvvat qarang. Ramkasidan sal bo'lsa ham zilmadi. Aka, hozir bu necha likda bo'ladi aka hozir? Bu 6 lik bo'ladi. 6 lik bo'ladi. Bu oldilari 1,8 likda bo'lgan. Bu hampalari ham 1,8 lik, qalin. Qalindan bo'lgan. Hamma yo'g'i qalin. U oyog'idagi ugondiklarigacha rossiyskiy qo'yamiz, Toshkent bas. Xudo xohlasa bexizolat aka. Bexizolat. Buni maqsad sotib olish emas, olib borib baraka topib maza qilib ishlatsin. Duo qilsin. Duo qilsin. Keyin pichoqlarni oq pichoq qo'ymaymiz, mana ko'rib turibsiz, kuydirilgan kombaynni pichog'ini qo'yamiz mana. Pichoqlarimizda mana 32 talik, 36 talik bo'ladi pichoqlarimiz. Mana bunisi 46 talik pichoq. 46 talik. 3 qavat bo'lib terilgan mana ko'ryapsiz, 3 qavat. 8 lik listda bo'ladi. Balansировkalar cho'tga chiqadi. Garantiya mash listda o'ziga ham 8 likda bo'lgan. Necha yil garantiya? 1,5 yilmi? 1,5 yil mash listiga ham garantiya. Aka, bu nimaga sizcha qalinroq aka bunga? Jiguli Mahaviy. Buni mislilarga qo'yib beramiz. Ha? Agar buni qo'yib bersak, motorga biz garantiya bermaymiz. Ha. So'raganlarga qo'yib beramiz. Kilosi 10,5 kilo. Mo'larimizni og'irligi 7 kilo 800. Bu 3 qavat terilgan 8 kilo chiqadi. Bu 2 qavat terilganlar mana 7 kilo 700, 7 kilo 800 chiqadi. Ha, aka, bu haqiqatan yaxshi narsa ekan. Pichoqni ham qalinligini ko'ryapsizmi? Mana steniyasi 3 lik. Aka, endi buni qarang aka, siz aytyapsiz-ku, farqi nimada bo'ladi? Aka, endi buni hali obunachilar tushunmaydi baribir aka. Farqi nima chiqarishidami yo baquvvatligidami aka? O'zi aslida bu 2 dona pichoqni o'zida ham chiqaraveradi. 2 dona pichoqni o'zida ham. Оборот aylanganda masalan mana hozir drabilkalarimiz mana ko'rsataylik-da. Mana drabilkamiz mana 1,600,000. Ha. Sizni obunachilaringizga shunaqa narx qo'yardim. 1,700,000. Ha? Bu 3 kilovatligimiz, 1,700,000 so'mligimiz, 3,5 kilovat titan motor. Bu 4 kilovatlik 3000 оборотligimiz, 1,750,000. Shu joyimiz o'zida narxlar. Mana 6,5 kilovat, 3,5 оборот. Ha. 1,900,000 joyimiz o'zida. Bu 2 million tepasida drabilkalar mana narxini bomba qilib yubordi obunachilaringizga. Bunimiz misligimiz 3,5 kilovat, 3000 оборот, 2 million so'm joyimizda. Bu Ariol motor misligimiz 6,5 kilovat, 3,5 оборотлigi 2,200,000 so'm. Shu joyimiz o'zida. Dastavkalari bor, kelishilgan holda. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Masalan, Samarqandmi, Toshkentmi, Andijonmi, hamma yoqqa qilib beradi. O'zi vohaga chiqaramiz biz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Optimiga ham qilib beradi. Surxondaryo, Optimga ham olishadi. Optimga ham qilib beramiz. Keyin mana Andijon, Namangan shu atroflar olsa, dastavka xizmati Andijonda shaharda o'zigacha Namangan shahargacha 100,000 so'm qilib berdik dastavkasini. 100,000 so'mga dastavka. 200,000 so'mda o'zi o'shani ham dastavkasi. 100,000 so'm. Agar chust tomonlar bo'lsa, ozgina qo'shilib qoladi. Masalan, Andijon va Qorasuv tomonga o'tib ketirsa, unga ozgina qo'shilib qoladi 100,000 so'm. Do'stlar, akamiz gaplarini eshitasizlar. Mana shu videoni ko'ryapsizlar, ha? Akamizga bemalol telefon qilasiz. Aka, hozir mana shu hamma drabilkani aytdingiz-ku aka.
Ha, nimalarni chiqaraveradi aka? Haqiqatan shilaka bloklardan chiqaraveradimi aka? Xolos mana hozir chiqarib ko'rsatib beraman. Shilaka blok deysizmi, temir deysizmi, gayka botlar deysizmi, oldingi YouTube'larda hammasini chiqarganmiz. Hozir ham chiqarib beraveraman. Bitta chiqarib ko'raylik aka. Chiqarib beraveraman. Bu Nima chiqaramiz aka? Mana xohlagan narsa, xohlasangiz temir. Endi odamlar uyiga olib borib uni temir, shilaka blok chiqarmaydi-yu. Misol kimlargadir bir nima bo'lish uchun chiqarib beraveramiz o'zasi. Men o'zim uyimda 1 million 600 ming so'mlik drabilkan ishlataman. 1 million 600 qo'y ming. boqamiz, bizda qo'ylar bor. Arashan qo'ylarni olib chiqadigan zoqtakan borlar. Yaqindan olib chiqdik uni. Juda ko'p qo'y boqadiganlar ham olishdi drabilka. Mashindan ishlataman, eng arzon drabilkadan ishlataman. Shundan o'zim 1 million 600 minglik. Ular hammasini hozir aka 1,5 ming garantiya berasiz motorga bir oy. Boshda oyoq temiriga bu 1 million 600 mingligi ham, 2 million 200 mingligi ham shunaqa bir xil 1,5 ming garantiya. Olib borib, otib olib ishlatsin ayamasdan drabilkalar. Bu oyoq ishlatishmasin. Hozir 1,5 ming garantiya deyapsiz aka. Nimasiga garantiya berasiz hozir aka? Boshdan oyoq temiriga oyoqdan 1,5 ming garantiya. Garantiya. Motoriga 1 oy. 1 oy ichida buzilib qoladigan bo'lsa, motor ishlamay qolsa, to'g'rilab berasiz. Mana shuncha mingta drabilka sotganmiz, hali birortasi telefon qilgan yo'q. Motor buzilib qoldi, yo bunaqa bo'lib qoldi deb hali birortasi telefon qilgan yo'q. Aka, keyin mana narsasi nima? Aka, mana narsasi. Bunisi mana, qarang. Buni o't qashaylar chiqarsangiz, mana g'o'zapoya chiqarsangiz, mana ot chiqarib ko'rsatamiz. Buni olib qo'yasiz. Mabodo bug'doy makkalar chiqarsiz mana. Ko'rdingizmi mana? Ko'rsating. Olib keling aka. Bu shu tashirlar ekan-da bunaqa. Bu yurgizganimizda hozir apparatda. Bu ozgina teshigi bo'ladi, mana bu teshigini. Bu yarim holatida ochib qo'yiladi mana. Birinchi to'kib olasiz shu holatda mana. Hozir yurgizganimizda bunday ochib qo'yamiz, o'zi chiqaraveradi. Og'ziga setkani qo'yib qo'yiladi. Mana 4 ta nasabkasi bor. Bug'doyga alohida, makkaga alohida, qo'yga alohida, molga alohida. Mana nasabkalarda mana. Mana uni aytyapsiz, to'g'rimi aka? Shular. Hozir mana bug'doygami? Bug'doyga bu kepak un holatida chiqaradi. Bu-chi bu aka? Bu makkaniki, yorma holatida chiqaradi. Do'stlar, qo'ylar, bu bug'doyniki, bu makkaniki deyapti. Bu qo'yga. Buni ham qalinligini ko'ryapsizmi? Bu yupqa materiallari ham bor-da bular. Bu qalin bo'lishi kerak, chunki udar bo'ladi ichkarida mayin qilish uchun. To'ppa-to'g'ri. Bunisi nimaga aka? Bu qo'ylarga? Bu molga. Bu molni somoniga. Mobodalik ko'pchilik so'raydi, qo'y chiqarishgan bo'ladi. Bo'ladi, qo'y ham chiqarishadi, faqat setga qo'ymasdan chiqarishaveradi. Mobodo qo'y chiqarayotganda setga qo'ysa og'ziga yopishib qoladi, ho'l narsa. To'g'ri, temirga yopishib qoladi. Motorga keyin suv o'tmaydi, nam o'tmaydi, zashtala qilingan motorlarga. To'ppa-to'g'ri do'stlar. Keyin motorlarda ham va arzon motor qo'ymaymiz. Mana Titan, Ariol motorlardan qo'yamiz. Yaxshi motorlar mana. O'zi bilishadi. Haqiqatan aka, drabilkalar yaxshi ekan aka. Ko'rinish haqiqatan baquvvatligi ham, baquvvat ekan. Bemalol tavsiya beraveraman. Aka, qarang, ko'pchilik baribir o'ylanadi-da aka. Bunaqilar lekin ko'rganda bu narsani. Ko'rib ishlatib ko'rmaganda, hozir mana ishlatib ham ko'rdik, yoqib ham berdik do'stlar. Ko'rdinglar, yoqib ham berdik, bemalol ishlar. Lekin to'g'risi meni uyimizda o'zim onam ishlatadilar. Qiynalishmaydi bu ayollarimiz mana yetalar, bemalol aqabaqa olib yurishaveradi. G'ildiraylari ham bor ekan. Qiynalishmaydi. Mana shu o'g'illarim chiqarishadi. Hozir mana shu o'g'illarim chiqarib ko'rsatib berishadi hamma narsani. Bitta chiqarsinlarchi aka, bo'lmasa aka ko'raylikchi. Ular olay aka. Baq qo'yildi-da. Do'stlar, qaranglar videoda o'chirib yubormay turinglar hozir. Chiqib ketmay turinglar. Men ko'rsataman hammasiga. Undan oldin sizlar videoga like bosinglar, obunani ezib qo'yinglar. Hozir sizlarga chiqarib ko'rsataman. Keyin chiqarishda ham hali qimmat drabilkalarda chiqarmaymiz. Mana arzonlarda chiqaramiz. Mana 1 million 700 ming, 1 million 600 ming, 1 million 750 minglik drabilkalarda chiqaramiz. Arzon drabilkalar. Baribir ko'pchilik aytadi baribir akali qimmatida chiqardi, arzonda chiqarib ko'rmadi deyishadi baribir. Yurgizib oling. Do'stlar, qaranglar. Ko'ryapsan, drabilkalar haqiqatan mana. Drabilkalar ishladi mana. Ana. Ana ko'rdinglarmi shuni? Bu orta ham ishlayverar ekan, ko'ryapsizlarmi? G'o'zapoya mana, g'o'zapoyani ham chiqarib yuborasiz. G'o'zapoyani ham. Haqiqatan, do'stlar, g'o'zapoya bir narsasini aytib qo'yay, tepaga chang otmaydi. Chunki bunaqa joylarga paplavoy qo'yiladi-da bunga. Paplavoylari bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, paplavoylar bor. Tepaga chang, bir xilga drabilkalar otadi. Mana. Ana ko'ryapsiz, paplavoylar qo'yiladi bunaqa narsalar. Tepaga chang nimalarda otmaydi. Bu bug'doydiki menda aka? Bug'doy chiqarib ko'rsatamiz hozir. Do'stlar, qaranglar, hozir g'o'zapoyani ham chiqarib yubordim, qaranglar. G'o'zapoyani ham chiqarib tashladilar. Malades. G'o'zapoya keskaldiringlar bormi, yog'ochlar bormi chiqaraverasizlar bemalol. Endi qishga borib o'tdan olib yurmaysizlar, shuni olib kelsan, g'arr chiqaraverasizlar. Kulishimga ahamiyat berasiz, o'zingizdan kulaman. Qayda mana. Ko'rsating mana.
Qarang, ana. Mana ochib qo'yishadi mana, bemalol tushaveradi mana. Ha, bitta ochib qo'ysalar bo'ldi. Ha, ochib qo'ysa tushaveradi. Bo'ladi, aka buni o'chiravering, aka. Do'stlar mana qaylak kepay qo'yib yubordim, kepay mana. Kepay qilib tashladi. Mana endi makkani chiqarilyapti, makka chiqariladi. Mabodo sotasi bilan bo'lsa agar. Ha. Tepadan tashlab turishaveradi sotasi bilan. Svet qarab qo'ying, svetni. Qara do'stlar, bu mana ko'rsataylik bitta. Mana. Do'stlar ko'ryapsizlar? Mana qarang. Bemalol olib maslahat beraman, ishlatinglar. Aka uka deyapti, bexizolat. Svetimiz naryoqdan o'zi tashlab yuboribdi. Ha bo'ldi, aka bu ko'rishdi o'zi. Mana do'stlar qaranglar, aka aytayaptilar-ki, bunaqasi bo'lsa ham deyapti. Shuni mana tepasidan tashlaveradi, to'g'rimi aka? Sotasi bilan tashlaveradi. Bu ham xuddi shu holatda bug'doy makkani ochib qo'yishaveradi. Bir xilda qilib chiqarib beradimi aka buni ham? Xuddi shunaqa. Buni yorma holatida chiqaradi. Men jo'jalar yeydi-ku. Ha, jo'jalar, ha. Qo'yga beda somon chiqarishganda sepib bersa, maza qiladi. Xohlasa shu parandaga ishlatishadimi? Do'stlar, mum bilan tashlab yuborsan aynan foyda qilasizlar-da bu degani. Haqiqatan zo'r ekan. Aka bo'ldi, yo'q, ko'rsatmay qo'ying aka. Qo'y bopilni ham bir chiqarib beraylikmi? Bir ko'rasizmi? Ya aka bo'ldi. Chiqarib ko'rdik, yana chiqarib ko'ramizmi aka? Qo'y bopilni ham bir chiqarib beraylik. Svet tashlab yubormadimi ishqilib? Yoqishdi. Ha, yoqishdimi? Yoqishdi. Bo'ldi, qani. Bitta do'stlar qani, qo'y bopilni ham chiqarib beraman deyaptilar. Mana yer yong'oqniki, mana. Yer yong'oq bo'lsa. Yer yong'oq bu. Tamam. Do'stlar, ko'rdilarmi? O'zim ham borib menga olmay qolyapti bu narsalarga. Qarang-da. Ko'ryapsizlarmi mana buni hisob qilmayman, mana mo'l qaranglar. Chiqarishini qaranglar, haqiqatdan. Hozir batda yer yong'oqligini tashadilar, somon tashadilar, beda tashadilar, bemalol chiqardilar. Mana ko'ryapsizlar mana. Bu qaya do'stlar? Xullas 1,5 minutda bitta press chiqaraverasiz. 1,5 minutda bitta press. Bitta press chiqaraverasiz. 1 soatda makka bug'doy yorma qilamasiz 150-200 kilo chiqaradi 1 soatda. Do'stlar, qayla bu degani, qayla 1,5 minutda bitta deganlari bilan 1,5 soatda 100 ta press chiqaraveradi, to'g'rimi? 100 ta press chiqaraveradi. Lekin hamma motorimizni o'zini o'zi himoya qiladigan paplavoylari bor-da. Qanaqadir to'sh tomondanmi, nimadir nagruzka bo'lganda mana tashlab yuboradi, kulchatirni bossangiz yurmaydi. Bunaqa joyini ezasiz bu paplavoyni. Shunda o'zini o'zi himoya qiladi. To'sh tomondanmi, nimadir holatda o'zini o'zi himoya qiladi motorlar. Qatdan turgan zamikani bo'lakan bo'lsa. Qachon hali bo'ldi, hali o'chib qolib, motor erib ketdi, tugab, kuyib qoldi bo'lmaydi. O'zini o'zi himoya qilib o'chiradi. Hozir aka misdan ham qilinaman. Nima siz misdan qilinaman? Ariol motor misligimiz. Bu 6,5 kilovatligimiz. Bu 6 Mashlar joyimizda 2 million 200 ming so'm qilib beramiz, pichoqlarni mana bunday qilib terib beramiz. Bu ham o'sha 2 million 200 deyapsiz aka. O'sha Andijongacha 100 mingga dastlabki qilib berasiz, to'g'rimi? 100 ming so'm dastlabkasi. O'zi bular 2,5 million sotilayotgan drabilkalar. O 1 million 700 minglarimiz 2 million sotilayotgan drabilkalar. Shunaqalar aksiya qilib yubordik. Bo'ldi do'stlar, akamiz gaplarini eshittiring. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, akamga shunaqa, men ismim Abdumutaldan chiqdim desam, xudo xolisa, zo'rni taqib berishadi. Ovora o'rnatib bir ishlatib ko'ringlar, men tavsiya beraman. Hozir to'g'risi ko'pchilik ko'rgan bu narsani, lekin ishlatib ko'rmagan. Keyin Abdumutal oldindan to'lov yo'q. Uyga olib boradi, hamma narsani chiqarib olishadi. Chuvaldada urishadi yoniga, shilaka blokini chiqaradi, temirini chiqarib, keyin o't xashak chiqarib, keyin pul berishadi. Aka, unaqa desa baribir ba'zi bir odamlar bor-da, qo'shtirnochidagi. Aka, senga telefonni o'chirib o'tirib nima qilasiz aka uni deyman-da. Endi aka bu Allohdan. To'g'ri omad gapingiz aka. Lekin bor-da aka shunaqa. Baraka topib bizni shu duo qilib, maza qilib ishlatsa, biz shunda baraka topamiz. Hali ko'pgina bas ozgina deydi-ku. To'pa-to'g'ri. Bizga shu barakasi kerak odamlar duosi. To'pa-to'g'ri gapiryapti do'stlar. Sizlarga aytib o'tib ketdim, yana bitta like bosib,
obuna bo'lib, aka ismingiz nima edi aka? Ixtiyor ismi. Ha, Ixtiyor akaga telefon qilinglar. Telefonni o'zim Ixtiyor bo'laman. aka, ha. Telefonda o'sha 10 nomeriga telefon qilib, Ixtiyor aka shunaqa desalar ham xudo xohlasa. Narxlarni arzon qilib berishadi, videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa sizlarga zo'r yana ko'p narsalar qo'yib boraman. Sog' bo'ylab, jichchagina vaqtlarni oldim. Rozi bo'lasizlar do'stlar, agar fleshlarni tugab qolganmiz, ertaga videoga yana bitta flesh olib kelib beradi. Sog' bo'ylab, pastdagi nomerni telefon qilib, yana bitta narsa aytib o'tdi. Hozir biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar yangi do'kon. Yangi do'konda turibmiz do'stlar. Sog' bo'ylab bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling.